Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, og'izda erib ketadigan, juda ham yumshoq chiqadigan iftorlik dasturxoniga tort pirojni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Dastlab tureyskiy biskvit tayyorlab olishdan boshlaymiz. 6 dona katta-katta tuxumlarni chaqib olamiz. 240 gram shakar solamiz. 70 ml da muzdek suv solamiz. 40 gram avalekisni qayerdan olamiz deganlarga konditor do'konlaridan so'rasangiz yoki pishiriq sotadigan do'konlardan so'rasangiz albatta berishadi. 25 gram puruznik raxmal, 6 gram razrixli til, 240 gram oliy navli un solamiz. Bir pachka vanilin solib lopatkada biroz aralashtirib olamiz. Birdan mikser qilib yuborsangiz unlari sachrab ketadi. Shuning uchun birinchi lopatkada aralashtirib olamiz biroz. Endi mikserni baland tezligida 9-10 minut davomida ko'pirtirib olamiz. Biskvit xamirimiz oppoq, o'zidan 2-3 barobar ko'payishi kerak. Yaxshisi taymerni yoqib qo'ysangiz yaxshi. To'liq 9-10 minut davomida ko'pirtirsangiz bo'ladi. Undan oshib ketmasin, avvalgiz teskari tomoniga ishlab, biskvit xamiringiz suyulib ketishi mumkin. Agar suyulib ketsa, biskvitingiz ishmay, oralari berch bo'lib qolishi mumkin. Mana biskvit xamirimiz tayyor. Tayyor xamirga rang qo'shib olamiz. Ya'ni pushti rang qo'shdim. Rang qo'shganimizdan keyin ham mikserda 1 minut davomida aralashtirib ko'pirtirib olamiz. Mana biskvit xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqangi chiroyli rangga kiradi. Men kakao solmadim, ozgina kakao, bir osh qoshiq kakao solib yuborsangiz, to'q qizil rangga kiradi. Lopatkada biroz aralashtirib olamiz. Aralashmay qolgan joylari yaxshi aralashib ketishi uchun. Va biskvit xamirimiz tayyor. Endi duxovka listiga qog'oz qo'yib, biskvit xamirimizni teng 2ga bo'lib olamiz va yarmini listga solib, tekislab yoyib olamiz. Bu orada 160 gradusga duxovkamizni yoqib qo'yishimiz kerak. Tepa pastini baravar yoqib, qizitib qo'yishimiz kerak. Mana tekislab yoyib oldik. Endi 160 gradusda 10-12 minut pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi, tekshirib olamiz. Ichlari quruq. Bizda 2 ta korj bo'ladi. Mana ko'rsatib o'tdim. 2 ta korjimizni ham yonlarini tekislab kesib olamiz va 2 ta biskvitning bir tomonidan 10 cm qilib biskvitchalar kesib olamiz. O'shanda bizda 3 qavatli tort bo'ladi. Kichkina qilib kesib olgan biskvit xamirlarini o'rtaga qo'yib yuboramiz. O'shanda 3 qavat biskvit bo'ladi. Menda tortimdan qolgan morojniy krem bor edi. Buni xolodilnikka olib qo'ygandim. Sizda ham qolib ketsa, ustiga strech yopib, muzxonasiga qo'yib qo'ysangiz, bir haftagacha turadi, hech narsa qilmaydi. Faqat tortlarga ishlatishingizdan oldin, bir kun oldin olib qo'yasiz. Va mikserda 2-3 minut ko'pirtirsangiz yana o'z holiga keladi. Mana kremimiz tayyor. Endi biskvitlarimizni kremlab yig'ib olishni boshlaymiz. Xohishga ko'ra ko'proq yoki kamroq krem qo'yib tekislab olamiz. Mana biskvitlar yonidan kesib olgan biskvitlarni ikki yoniga qo'yamiz. Chetlaridan kesib olgan urvoqlarini esa o'rtasiga qo'yib yuboramiz. Mana xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, biskvitlarni terib oldik. Ustidan krem qo'yib, tekislab yoyib olamiz. Orasiga xohishga ko'ra banan yoki yong'oq yoki bo'lmasa karamel qo'ysangiz ham bo'ladi. Unda ham juda ham mazali bo'ladi. Mana ikkinchi biskvitni ustidan qo'yib,
Buni ham kremlab, yonlari bilan kremlab tekislab olamiz. Endi bizga 200 gram qulupnay jeli kerak bo'ladi. Jelini qanaqa yumshatasiz deb kommentariyada savol berishgan. Jeli o'zi aslida quyuq massa bo'ladi. Quyuq xuddi xolodesga o'xshaydigan narsa bo'ladi. Bunga qaynab sovutilgan suv solib, mikserda aralashtirib olaman va suyuq holatga keladi. Keyin xohlasangiz tortlaringizga, xohlasangiz pirojnilarga ishlatsangiz bo'ladi. Endi qaymoqli kremdan 2-3 qoshiq olib qolamiz va konditer qopchasiga solib, tortni ustiga mana shunaqangi chiziqlar tushirib chiqamiz. Va cho'p yordamida ustidan chizib olamiz. Avval o'ng tomonga, keyin chap tomonga qaratib chizib olamiz. Juda ham mazali bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ring. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarim yoqsa bir dona like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Tortni esa albatta tayyorlab ko'ring. Do'konlarga chiqarish uchun bo'lsa ham tayyorlasangiz bo'ladi. Juda ham mazali tort bo'ladi. Yangi retsept, yangi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.